Tarım vadisini bo'ylab yashab kelgan do'stlar, bu yoqqa qaranglar. Biz ichayotgan suv mushu suv shu. Oldingi yili Muzdaqning cho'qqisi bo'lgan 7546 metrga chiqish uchun kelgan. Bu qatim 2-nomerlik muzliqqa bir dala kiyimlari shirkatining taklifi bilan texnik yetakchi bo'lib keldim. Ma qog'ozimni aslida film guruhiga tatqizib olmoqchi edim. Biroq bularning ish haqqi bek yuqori ham bek aldirashga. Shuning bilan men o'zim bekorlik tortib etdim mana. Bu Muzdaqning asosliq 2 cho'ng muzliq doirasi bor bo'lib, ayrim 2000 va 3000 kvadrat doirani egallaydi ekan. Har yili o'ttir hisob bilan 2 yoki 1.5 milliard kub suvni Tarım vadisi qo'yib berdi. Men mani tordan tarjima qilgan, tushirib shunga xato yer bo'lsa tuzib qo'yasizlar do'stlar. Tarım vadisidagi jonivorlar, etizliklar, yayloqlar va biz mushu suvni ichib cho'ng bo'ldik. Hozir iqlim o'zgarishi tufayli 90-yildan buyangi mushu muzliqninki shu vaqtdagidan 20% doirasi kichiklab ketibdi. Baya mushu rayonda o'ltirishliq bir qirg'iz do'stimiz bilan paranglashib qoldim. Nimishqa Muzdaq ata deb atagan desam, yer ostida egallagan muz qismi hozir siz ko'zingiz bilan ko'rayotgan yer yuzidagidan necha has ko'p, ham cho'nqur. Siz ko'rayotgan shexil toshlarning ostimi g'oyat zo'r muzliq. Hatto biz dastlab turayotgan mushu o'rinning ostimi muz bo'lishi mumkin. Bu taq asosan mushu muz bilan o'ri turgan ham burun mushu bizningki ichimlik suvlarimizni bizning hayot turishimizga birdan-bir turtkilik rol o'ynagan. Shunlashqa biz buni bizga hayotlik berguvchi Muzdaq ata deb ataymiz deb tushundik. Albatta ko'pinchimiz Muzdaq atini tonimasligimiz mumkin, ko'rib baxmagan bo'lishimiz mumkin. Biroq bizning kindik shipimiz Muzdaq ati bilan chambarchas bog'langan. Shaxsan men Aqsuliq Tarım daryo suyi bizning asosliq suv manbarimiz. Untinsiz bizni sug'urib kelgan Muzdaq ataga rahmat aytib, qiymagan holda qaytdim. Muzdaq ata, rahmat sizga.